Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Rossiyada reyestrga tushib qolgan aka-ukalarimizga reyestrdan chiqish yo'llarini o'rgataman. Ungacha siz shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi bo'lib qo'l telefoningiz orqali Google ga kirib olasizlar. Shu Google ga kirgandan keyin MVD saytiga kirasizlar. MVD saytiga kirganingizdan keyin birinchi bo'lib mana pastki qatorda turibdi. Padat обращение. Padat обращениyaning ustiga bosasiz. Mana MVD saytiga olib o'tadi. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. Hop. Mana buni ustiga bosib olasizlar. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Shuni ustiga bosib predatni bosib olasizlar. Hop. Keyin pastroqqa tushib mana buni ustiga galochka qo'yasiz. Buni ham predat qilib olasiz. Выйти через госуслуги kiradi. Mana bu yerga yozasiz general polkovnik nomiga deb pastiga ismi familiyasini yozasiz. Uni pastiga o'zingizni ismi familiyangizni, hop, elektron pochtangizni yozasiz. Hop, mana bu yerga sizning dokumentlaringiz hammasi to'g'riligi haqida yozasiz. Noto'g'ri reyestrga kirib qolganingiz haqida tushuntirib yozasiz. Mana bu yerga patent registratsiyalaringizni hammasini rasmga olib, как положено yurganingizni zagruzka fayl qilib jo'natib yuborasiz. Elektron pochtani kerakligi shu javobi o'sha elektron pochtangizga keladi. Albatta yozib qoldiring bu elektron pochtani. Shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.